Yunusobod tumanidagi townhouse'larimizda tayyor bo'lgan. Umumiy 8 ta qurilgan edi. Shundan 3 tasi qolgan. Juda ham srochniy narxlarda. Umumiy maydoni 66 kvadratligi bor, 74 kvadratligi bor, 76 kvadratligi bor. Remont holatlari tayyor holatda. Ichlarini ko'rsatib o'taman. Narxi 79.900 dollar o'rtoqlar. Yunusobod Road'ini ko'pchilik biladi. Road'dan 50 metr ichkariga kirganinglarda. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qurilgan, mana. Atrofi juda ham yaxshi. Mana mashinasidan boshlaymiz. Hop, mana ichkariga kirib kelarkanmiz, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, sifatli remont qilingan. Bu yoqda kuxonniy zonamiz bo'ladi. Bu yoqda kattagina holimiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, bu yoqdan pastga podvalga tushamiz. Bu yoq tomonda sanuzlimiz, mana sanuzlimiz ko'rishingiz mumkin, совмещенный. Hop, endi tepa qavatga chiqamiz. Tepa qavatga mana chiqishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Razdelniy ikkita xona. Bu yoqda birinchi spalniy xonamiz, bu yoqda ikkinchisi. Tepa qavatda sanuzli, совмещенный bo'ladi mana. Hop, mana podval qismimizga tushib borar ekanmiz, ko'rishingiz mumkin. Podvalimiz splashnoy podval bo'ladi. Podvalimiz ham anchagina katta mana, ko'rayotganingizdek. Hop, bu tomonda o'zini oynasi ham qilingan, havo aylanib turish uchun. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan arzon narxga kottedj qidirayotganlarga jo'natib qo'yinglar. Like bosishingizdan chiqmasin. Uy-joy, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.